Al-Buxoriy ajamdan kelgan bu odam bizga dars beradimi deb Bag'dod olimlari uni 8000 kishi oldida sharmanda qilish uchun 100 ta yolg'on hadisdan tuzoq tayyorlashdi. U esa har bir savolga shunchaki bilmayman dedi. Raqiblari hali o'z tillarini tishlab qolishlarini bilishmas edi. Tarixiy manbalarga ko'ra bu mudhish fitna Bag'dodda boshlangan. Hasad o'tida yongan Abu Harros ismli olim boshchiligida 10 ta muhaddisga 10 tadan hadis bo'lib berishdi. Ular hadislarning matni va roviylarini ataylab chalkashtirib, Daho bobomizni yiqitish uchun 100 ta qalbaki savol yasashdi. Imtihon kuni 8000 jamoat yig'ilgan ulkan masjid. 10 ta olim ketma-ket chiqib, 100 ta chalkash savolni yog'diradi. Ammo Imom Buxoriy pinagini ham buzmay, sovuqqonlik bilan faqatgina bilmayman deb javob beraveradilar. Buni ko'rgan nodonlar Buxoriy ojiz qoldi deb masxara qila boshlashadi. Ammo ular chinakam Daho qanday bo'lishini hali anglashmagan edi. U zot har bir hadisning aslini ham, qalbakisini ham allaqachon bilar edilar. Raqiblar tuzoq qurganlari o'zlari tushib qolishdi. Imom Buxoriy o'rnidan turib, 100 ta qalbaki hadisni o'ziga qaytarib, so'ng aslini nuqta verguligacha bittalab tuzaqib berdilar. 8000 kishi ko'z o'ngida bu mislsiz xotiradan lol qolgan mag'rur raqiblar o'z tillarini tishlab qolishga majbur bo'lishdi. Ammo butun Bag'dodni taslim qilgan bobomizning eng dahshatli sinovi hali oldinda edi. Kimsasiz dengiz o'rtasida kemada tuhmatga uchragan Imom Buxoriy nega o'zining 1000 dinorlik boyligini o'z qo'llari bilan dengiz qa'riga uloqtirganini eshitganmisiz o'zi? Bu sirli voqeani o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.